Men seni nafsingman. Ha, o'sha har safar seni shoshirgan, keyin tavba qilarsan deb aldab kelgan, yaxshilikni ertaga qoldirgan nafsing. Bugun esa seni foydangga gapirmoqchiman. Menga ergashib nima topding o'zi? Yuraging yengillashdimi? Yo'q. Faqat charchoq, tushkunlik va bo'shliq ortdi. Har safar men seni vaqtinchalik rohatga chaqirdim. Lekin ortidan pushaymonni ham birga berdim. Men seni yutqazdim. Sen esa buni erkinlik deb o'ylading. Mana, Ramazon keldi. Va hozir biz ikkimiz sen bilan yolg'izmiz. Balki bu safar menga ergashadigan emas, meni jilovlaydigan vaqting kelgandir. Nafsim yomon deyish oson. Aslida men sinovman. Agar sen meni boshqarsang, men seni ko'taraman. Agar men seni boshqarsam, seni yiqitaman. Bugun meni dushmanga emas, tarbiya qilinadigan do'stga aylantir. Har safar keyin deganimda hozir de. Har safar gunohga boshlaganimda meni to'xtat. Va meni jilovlashning yo'li ham bor. Ruhni tarbiyalaydigan, qalbni uyg'otadigan ilmlar bor. Shayximizning ruhiy tarbiya kitoblarini o'qish ayni muddao. Bu kitoblar nafsning xohishlariga ergashishni emas, ulardan voz kechishni o'rgatadi. Seni o'zing bilan kurashga tayyorlaydi va asta-sekin komillik sari yetaklaydi. Unutma, men seni nafsingman. Meni yengsang, o'zingni topasan.